Assalomu alaykum, bizni kuzatayotgan aziz tomoshabinlar. Bugun 9-iyun sanasi 2025-yil. Yaxshi yangilik. Uzoq kutilgan yomg'ir keldi mana. Bilarimizda yomg'ir yog'adi. Bu yil bahorda har yilga nisbatan juda kam yomg'ir yog'di. Lekin kecha kechqurundan beri tinimsiz yomg'ir yog'ib turibdi mana, Xudoga shukr. Tinmaga endi. Havo ajoyib. Yomon emas. Sizlarga pomidorlardan ko'rsatib o'taman. Bu ko'katlar bo'ladi, ukrop. Steve salqinda o'sib turibdi janolar. Mana pomidorlar. Bular hozircha yili gullab turibdi, bular yili bo'raklamadi ulqon bo'yi. 3 kun burun bularga bunday chisim tortib chiqdi. Tiklab chiqdi bularni. Mening uyda bir ulqon pomidor bor, ertaroq o'sib chiqqan. Bu yerga dars o'tgan vaqtimda shu qo'shilib qantilganda darsdan ichidan o'sib chiqqan pomidorlar. Hayvatir bor. Biz her yıl pomidorlarda qurtlatib, cherkaga pishga bostirib qo'yatan edik. Chunki bilmaytan edik-da sekretini. Lekin bu yil mana dori-darmonchilardan, ko'p YouTube videolardan, boshqalardan bilib oldik ki buning o'zining dori-darmonlari bo'lar ekan. Darsini beryapmiz. Hozircha yaxshi. Piyozlar bular. Bular gullab turibdi. Menimda 3 tane madanamiz bor. Bunun ikki olib ketgan. Ko'rasizlar. Lekin bir danasi bu eshitib qolgan, yomon ahvolda. Lekin buning uchun ham jam bor. Emillab ketjaqmi. Bazı badranglardan ulg'aygani yo'q, chunki biz uni pishgandan tayyor bo'lmaymiz. So'tlar sizlarga ko'rsata olmadim. Lekin ajoyib, mazali. Baribir damashq narsa bo'lgandan keyin mazasidan gap yo'q. Olmalardan ko'rsatib o'ting. Mana bu eng kichik olma. Bu o'tgan yil birinchi hosilni berdi, olma soviydi, lekin bu yil samadi. Bu yil damamoqda o'xshaydi. Bu kichkina ollusi bor, ikkinchi bu. Bu ajoyib, bu zo'r. Ko'p iri mevalar sap turibdi. Lekin no'g'adir biz ulgurmay qoldik, olmalarning barini qurt bosib ketibdi. Kichkinagina vaqtimda, endi gullab eriyotgan vaqtimdan birdan qurt bosib ketdi, ulgurmay qoldik. Kech o'ptida shu. Barisida shu qurt teshgan yeri bor, qurt chaqqan yeri. Bu yozgi olma. O'tgan yil bu umuman meva bergan yo'q edi. Bu yil lekin yaxshi. Kim ko'p meva so'radi. Xudoga shukr, mevasi ko'p. Mevasi ko'p. Bazam esse pishib boshladi. Lekin buni bozorda pishmay qarayotir. Dehqonlar buni sotmay qaradi. Banda va qishki olma bu dim kam bo'ldi bu yil. Pashti yo'q desa ham bo'ladi. Har yil yaxshi solatmaydi lekin bu. Bu yil passiv bo'lib qoldi. Bu esa shu 5 yulduz olma, shu 3-chi tip bu. Eng ulqani, eng kattasi bu. Bundan yomon emas. O'rtacha mevasi bor. Ajoyib. Pishsadan ko'rsataman hammasini ma'lum. Video aytib.
Bu ilk öcek bu bize. Ramazan hayatında ko'rsatdik bularni. Ramazan hayatında videoda var. Kirib ko'rsangiz bo'ladi. Ulaydir ulaydi lekin. Ekran vaqtimda o'dim kichkina edi. Lekin davom ulaymaydi turibdi ustidan. Bundan ulayib ketar o. Amallab turibmiz. Hejjan var. Tam adam diye aşk öyle. Bu sefer yukarı geldi. Yaxshi. Yaqdan bir ko'rsatib o'tdik. Qurilishdi. Bu men Umidjon akaning uyi bo'ladi bu. Bog'dan orqasida bu edi. Tushirmay o'tdik bo'lishimiz kerak. Komfortni ajoyib etib. Ventilatorlar. Başta bitib qoldi bu ham. Quyosh panellari ham qo'ydirdilar. Ishqildim zo'yi. Haydar pul chiqdi bu uyga. Yapqadan suv kelmay qarayapti. Başta bir aydan beri suv kelmay yarilib yomg'ir quribat uyda. Ishloq ahvolda. Lekin Xudoga shukr mana 2-3 kundan beri suv kelmay qarayapti. Akşam suv ochib oldi qatsa. Yaxshi bo'la qo'ydi. Otasi cho'lab turib suv istaydi. Yerga keldim yeb qo'yibmiz buni. Mana bu so'tir. Nereden birov bor. Undan bir tushiraman. Ben ko'chirib ekdik. Olib ketdi bilan. Şimdi buni ulayib pishsa bilan bir tushiraman. Xudo xolasa. Ishqilib shunday gaplar. Kimga agar videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.